отписка qilsanglar normal tushunaman, lekin onang demagur anov 1450 ta odamga подписка bosgan odamning orasidan aynan meni отписка qilgani, bu demak menga alohida e'tibor qaratib отписка qildi degani. Почему, bilan nimaga? Mayli tushunaman, uni 69 подписка turishlaringiz normal, lekin 1458 ta odamning ichidan o'zingizni tasavvur qilyapsizmi? Bu qanchalik o'zingizni yerga urilgan hisobda bu. Bu butun umr qarg'ishlarni bunday tergan holatda ham bu shunday отписка qilishda, bu hamma qarg'ishlarni, hamma so'kishlarni olgan holda bitta отписка qilish deganida bu, tushunyapsizmi? Xuddi bu 1 million ta odamni qarg'ishi plus отписка deganida. U narsa neysa, u odam sizga e'tibor qilganda eng qizig'i bor-ku, подпискasiga qarasangiz, bunday abuchkalar turibdi, mana bunday kuchasini liq qilayotgan qizlar turibdi, lekin sizni kontentingiz unga yoqmabdi. Vau!